Ha deb masalamiz ozish bo'lib ketdi, lekin meni figuram normalli, ozish ham kerak emas deydiganlar uchun ham inil обязательно kerak bo'ladi, bilasizlar. Men bu kollagenchi birinchi ichganimda qaranglar. Inilniki mana. Bu ikkinchi korobkamda bitta har doim ichmayman, bitta ichib yuraman. Bu qarishni oldini oladi, yuz osilishi oldini oladi. Har doim vesini bir xil stabilni saqlab turadigan, semirmaydigan odamga yuziga ajin ko'p tushadi, ha, men bilaman. Mana shu kollagen. Men ichganimda mazasi menga yoqmagan. Nimaga? Qanaqadir antibiotik mazasini sezganman. Lekin ko'pchilik aytadi-ku, "Yo'q, unaqa maza kelmaydi" deydi. Menga shunaqa maza kelgan. Lekin meni spaseniyam shu. Qanaqadir nastroyeniyam ko'taradi. Mana masalan, poslerodovoy depressiya deydi-yu, tug'ruqdan keyingi depressiya. O'zim tushkunlikka tushib qolaman, ko'chaga chiqib olmayman, uyda o'tiraman. Mashinani ochaman, bitta ichaman. Ketidan men biodron bor. Biodronni bilasizlar o'zingizlar. Oldingizda o'z men tuqqandan beri mana shu narsalarni sizga ko'rsataman-da. Biodrondan olaman deb bittani shuni kapsulani sindirib, suvga solib ichib yuboraman bu ham. Nasriyni ko'taradi.